Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar, sizlarga Navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun Shavkat aka Zulfiqor bilan hamkorlikda 77-sonli ko'zi ojizlar maktabiga tashrif buyurganmiz va Navro'z bayrami bilan tabriklab hamda iftorlik qilib berish maqsadida, to'g'rimi? Albatta. Biz doim bu yerga kelishdi, harakatida bo'lardi, ishlar bilan bo'lardi. Qarang, shunaqa 21 bayram arafasiga bizga to'g'ri kelib qoldi. Aynan shularga tadbir qilib berish, shular bilan birgalikda suhbatlashib, shularning ko'nglini ko'tarib, maqsadimiz va undan tashqari o'sha iftorligini shular bilan birgalikda iftorlik qilish. Shu fursatdan foydalanib hammanglarga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Bayram barchamiz oilamizga baxt, omad, quvonch, huzur, halovat olib kelsin. Barchaga muborak bo'lsin. Kuzatishda davom eting. 2025-yilda dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz hosillarga boy bo'lsin. Yurtimiz yanada rivojlansin. Siz aziz bolajonlarga esa bu bayramlardan katta motivatsiya olib, kelgusida o'zingizning oldingizga qo'ygan maqsadlarni bosqichma-bosqich egallashingizni tilayman. Biz sizlarga ishonamiz. Biz sizlarga oddiy bir tirgakmiz xolos. Va mana shu tirgagimiz natijasida kelgusida sizlar katta marralarni egallashinglarga biz yana bir karra ishonamiz. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi Navro'z bayrami shukuhi yil davomida nurli maskanimizni tark etmasin. Yurtimizga Navro'z muborak bo'lsin. Siz aziz bolajonlarga Navro'z muborak bo'lsin. Yangi kun, yangilanish muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin. Yashnatib bahor, dilga shodlik ulashar anhor. Qushlar sayrar boshqacha nahor, nafislik ayyomi muborak bahor. Chehrangizda kulgu porlar, insonlar ham boshqacha boqar. Bahor fasli o'zgacha yoqar, bahordan ko'ngillar shod bo'lar. Mana oshimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Qarang, ko'pchilik rizq qo'shilganda qarang. Necha kilo ekan bu yerda endi? 40 kilo damlayapti. Eng asosini aytayman, Nazar Biznes degan kompaniya mana shu aka oshini biz ko'taraylik deb, oshini ko'tarib berishdi. Hamkorlikda. Hamkorlikda. Gap yo'q. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'rib borsanglar, biz yoritib beraveramiz, xudo xolasa. Oshmaz akamizga ham omadlar tilaymiz, xudo xolasa. Boringizga shukur. Osh shirin chiqadi. Shavkatjon aka, bu ko'rib turgan 300 kishiga joy qilinayotgan ekanda, bu nimaga? Endi shu yerdagi o'sha bolajonlarimiz mana hamma ko'ryapsa, kimnidir ko'zi umuman ko'rmaydi. Kimnidir 50%, kimnidir bir tomon ishlamaydi. Hammasidan nuqsonli bolalar joyda bular. Ular
Milliylik, millat ko'zgusi. Молодец. Bu uchun подписка bo'lsin. Bo'ldi, tamom. Akasi. Mana yurtboshimiz milliylikni targ'ib bo'yicha juda ko'p sovg'alar, sovrinlar bo'yicha ham gapirib o'tdilar. Milliylik, millat ko'zgusi. Juda chiroyli yarashdi Mana bolalarimizga. qarang chiroyliligini bularni har bittasiga yarashgan. O'zlari ham chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Молодец. Kiyim yana ham chiroyli qilib turibdi bularni. Mana aziz vatandoshlar, bugungi tadbirimizni ham chiroyli o'tkazib oldik. Shohista qalay bo'ldi. Juda ham zo'r. Bu yoshlarni o'qishga intilishini, bularni mehrini ko'rib juda ham boshqacha bo'lib ketdi. Birinchi marta kelishingga? Birinchi marta Ha, men yomon mazza qildim. Yana bir bor hammanglarni Navro'z bayramidan tabriklaymiz. Yaxshilikda ko'rishguncha.